Assalomu alaykum. Davom etamiz yana uстановкаларда. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni ham tamomlab, egalariga topshirib ham bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand Toyloq shaharchasiga olib kelganmiz yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebel haqida qissa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz materialiga keladigan bo'lsak, material 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Mebelni rangida 20 xildan ziyod tanlovlar bor. Endi boshlaydigan bo'lsak, tremosi 1.30, balandligi 2 metr. Mana bu tomonda 3 ta tortma, bitta eshikcha ustida. Mexanizmga keladigan bo'lsak, mexanizmlari sifatli dauchik mexanizm o'zi tortib ketadigandan ishlatilgan. Mana bu ichki holat. Mana bu chetki qismlari PVH, 100% PVH dan bo'lgan, ko'chib ketmaydi. Archilmaydi. Oynalarga e'tibor bersak, oynani chetki qismlari charxlangan, ya'ni farsit bo'lgan. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, mebelni 20 xildan ziyod tanlovlar bor rangida. Divanga keladigan bo'lsak, 210 ga 170, lekin mana bu razmer 180 ga 220. Sabab sal uzunroq qilib, klient xohishiga qarab yasalgan. Matrasga keladigan bo'lsak, matras 100 atafический matras bo'lgan, taglari ko'tariladigan holatda qilib yasalgan. Endi ba'zi bir holatlarda tagiga ko'tariladigan mexanizm yasalmaydi. Sabab bu ham 400 ming 500 ming atrofida turadi. O'sha 400 ming 500 ming pul chiqarib tashaladi. O'sha holatda yasab berilmaydi. Mana bunday holatda ochiladi, ichki holati. Mexanizmga e'tibor beradigan bo'lsak, mexanizm ancha katta, qimmatidan ishlatilgan, arzon kichkina mexanizm emas. E'tibor beramiz. Ichki holati mana bunday holatda. Matras aytib o'tganimizdek, $100 atafический matras bo'ladi. 3 yilgacha tanlov yo'q. 3 yilgacha garantiya bo'ladi. Shkafga keladigan bo'lsak, shkafning razmeri 270 ga, balandligi 217, yonbosh razmer 270, balandligi 217. Endi kimdir nima deydi, uyim razmeriga tushsin desa ham, mana bu o'rta bo'shliq, tepadagi bo'shliq ham 100% to'liq qilib yasab bera olamiz. Mana bu tomonga bitta eshik, tepaga mayda eshikchalarni ham qo'yib bera olamiz. Razmeriga. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, ichki holati mana bunday holatda. Mana bu tomon razmeri kaltaroq. Kiyimlar uchun mo'ljallangan, kostyum, shim, kiyov tomon desa ham bo'ladi. Eshiklar aytib o'tganimizdek 100% mexanizmlari vakuumli qilib yasalgan. Ruchkasiga e'tibor beradigan bo'lsak, temir ruchka qo'yilgan, 1 metrlik katta ruchka. Oynasiga e'tibor beramiz. Oynada mana bunday farsit palaskalar tashlangan, chetki qismi charxlangan. Ichki holati tepada bitta sipchasi bor. Ichki holati o'rtasi polkali qilib yasalgan. Endi kimdir borki, mana bu ikki tomonga polka yasasaman, o'rtaga vishilga qildiraman desa ham qilib beramiz. Siz mebelni ishlab chiqaruvchidan olgan bo'lasiz. Ichki holati klient xohishi. Mebelni ham xohlagan razmeringizda bemalol yasatsangiz bo'ladi. Mana bu tomon razmeri nisbatan uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun. Mana bu polkasini olib qo'ysa bo'ladi. Uzun kiyim qo'ygan paytda polkani olib ishlatsa ham bo'ladi. Mana bu tomonda hozir ikki xil rangdan ochroq, mana bu fasad qismi ochroq, mana yonbosh qismi sal to'qrog'idan ishlatilgan. Aytib o'tganimizdek, rangida tanlov bor, 20 xildan ziyod. Xo'sh, mebelimiz 150 kilometr aytilgan narx ichida bo'ladi, qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Sabab Qashqadaryo, Surxondaryo tomonidan ham so'rashsa, narxiga, yo'lkirasiga qo'shiladi. Mebelni siz to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Zakaz uchun bemalol biz bilan bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon raqam 95 226 0404, to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olingan. Bundan tashqari sexning o'ziga ham borib, ko'rib, tanlab olsangiz bo'ladi.